21-iyun kuni Sankt-Peterburgda umumiy qadriyatlar ko'p qutbli dunyo o'sishining asosi shiori ostida o'tkazilgan xalqaro iqtisodiy forum yakunlandi. Forumda 100 dan ortiq davlatdan 20 ming kishi ishtirok etdi. Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev respublika delegatsiyasiga boshchilik qildi. Forum doirasida Rosatom va O'zatom o'rtasida O'zbekistonda yirik quvvatli atom elektr stansiyasini qurish loyihasini amalga oshirish imkoniyatlarini birgalikda o'rganish bo'yicha kelishuv imzolandi. Moskva va Toshkent kichik quvvatli yadro bloklari yonida joylashgan 2 gigavat quvvatga ega AES qurilish loyihasini birgalikda amalga oshirmoqda. Kichik atom elektr stansiyasining birinchi energiya blogi 2029-yil oxirigacha foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Stansiya qurilishining taxminiy qiymati 15 milliard dollarni tashkil etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin iqtisodiy forumning yalpi majlisidagi nutqida mehnat migratsiyasi mavzusiga to'xtaldi. Xususan, u shunday dedi: "Biz mehnat bozorida ham ijtimoiy xarakterdagi ko'plab masalalar borligini tushunamiz. Shavkat Miromonovich bilan migratsiya masalalarini birgalikda hal qilishga kelishib oldik." Rossiya Ichki ishlar vazirligi vakili Valentina Kazakova forum chog'ida 2024-yilda migrantlar Rossiya g'aznasiga 124 milliard rubl, taxminan 1.6 milliard dollar olib kelganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyada 3 millionga yaqin xorijlik ishlaydi. Ularning aksariyati o'zbekistonliklardir. Ko'p sonli reydlar paytida Rossiya xavfsizlik kuchlari Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan muhojirlarni kaltaklagan va tahqirlagan. 2-may kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va 9-iyun kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi Rossiyada migrantlar huquqlari buzilishining va ularga qo'pol munosabatda bo'lish holatlari kuchayib borayotganidan xavotir bildirdi. Ammo Rossiyaga qaram bo'lgan Toshkent faqat tashvish bildirishi mumkin va bundan boshqa narsa yo'q. Kreml atom elektr stansiyalari qurilishidan ham, mehnat muhojirlaridan ham milliardlab dollar ishlab topadi. O'zbekistonda AES qurilishi Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'sirini kuchaytirishning yangi vositasidir. Iqtisodiy forumda Putinning ikkiyuzlamachiligi yana bir bor oshkor bo'ldi. Xalqaro maydonda tabassum va tinch atomlar, mamlakat ichida esa dubinkalar, ksenofobiya va Rossiya rasmiylari oyog'i ostida ezilayotgan musulmon muhojirlar. O'tgan asr tarixi shuni ko'rsatdiki, musulmonlar yagona davlatga ega bo'lmagunicha ulardan foydalaniladi, tahqirlanadi va yo'q qilinadi. Bu davlat payg'ambarlik minhoji asosidagi ikkinchi Roshid xalifalik bo'ladi. Uning barpo etilishi adolat, izzat va ulug'lik yo'lidagi qadamdir.